sobiq jamoasiga gol urib nishonlagan va hurmat ko'rsatgan futbolchilar. Cristiano Ronaldo 2009-yil Uniteddan Realga o'tadi. Oradan 4 yil o'tib Real tarkibida Manchesterga gol uradi va hurmat ko'rsatgan holda nishonlamaydi. Muhammed Salah Roma tarkibida ajoyib o'yin ko'rsatib 2017-yil Liverpoolga ko'chib o'tadi va birinchi mavsumning o'zida Rimga qarshi o'yinda gol urib nishonlamaydi. Usman Dembele Barselonaga rekord summada transfer qilinib, ko'plab jarohatlar tufayli o'yini chiqmaydi. Jamoa a'zolari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. 6 yildan so'ng PSG tarkibida Barselonaga qarshi o'ynaydi va har bir golini nishonlab, kataloniyalik muxlislar g'azabiga uchraydi. Kai Havertz 3 mavsum Chelsea bilan ajoyib o'yin ko'rsatadi. Keyin esa Londonning Arsenalga transfer qilinib, sobiq jamoasiga urgan golini nishonlaydi. Siz shu kabi yana qanday futbolchilarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring va Futbolning Telegram kanaliga obuna bo'lishni ham unutmang.